bilan kimi qo'lida necha yil yashagan qo'yi va necha yil bola berib ko'payib xonadonida yashagan. Bir kommentariyga yozib o'tasizlar va bugun bozorda ham tajribali qo'ychi aka-ukalarimizdan shu savolimizga javob oldik. Solishtirib ko'ramiz va qo'yda necha yil umr ko'rishini yashashga savolimizga javob olamiz. To'rtog'a necha yil yashaydi masalan? Mana qo'y 3 yasharda qo'z to'xti bo'lsa, 6 yasha har 10 yil 15 yil yashaydi, 10 yil 15 yil 20 yil yashagan qo'lingizda. Masalan, sizlar tajribali qo'ychisizlar-da baribir. Toqqab chiqar, aqab chiqar, sanmaydi. Kolxozda qo'ylarni baqqansizlar-da endi. 20 yilgacha yashagan. Yashagan 20 yilgacha. 5-6 yilda qo'y rasa kuchga kiradimi? Tobiga keladi. 6-7 ga kirgan topiga keladi. Rasa zo'r bola beradi. Ana qo'y bo'ladi. 5-6 yilda. 5-6 yil. Hozir 4 yasharda qari deydi. 3 yasharda qari deydi. Ha, ashta deb o'ylashyapti. Shuni ko'rsa. Kenjaga mana eng tajribali katta qo'ychilardansiz. Necha yil yashadi qo'lingizda qo'y? Misol. Qo'y masalan 10 yildan oshiq 12 yil oyoqda yashadi. Demak, yana baxtsiz yana yashaveradi. Hozir yashayapti, tish qolmagan. Tish qolmagan. Hozir yana tug'di deyil. Fil 12 yilda ham tug'di. Ha, tug'di. Ana. Demak, jigarni organizmini yaxshi qarab tursangiz, Dori-pori hammani qilsangiz, demak 15 yil. Meni qo'limda 17 yil yurdi-da shu qo'y. 15 yil yuradi. 15 yil yuradi, sredniy, ha. Dori-pori hamma joyida bo'lsa, O'n qarang mana, haligi masalan 5-4 yilda qo'y qarib qoldi demasa bo'laveradi. Yo'q, navrot 5-4 yilda kuchga kiradi. Rosa kuchga kirib, rosa avjiga chiqqan payti bo'ladi. Avjiga chiqqan payti. Hozir ham ashpati zo'r beradi-da. Zo'r beradi. Mashallah, zo'r. Rahmat. Eng tajribali qo'ychilarimizdan birida Saidjon hoji, qo'y necha yil yashagan qo'lingizda? Hozir ko'pchilikdan shu savolga olamanda. O'zimizning qo'limizda tajribada 10 yil, 11 yil, 12 yilgacha biz o'zimiz ko'rganmiz. 12 yilni ko'rdingiz. Ko'rganman, realni ko'rganman. Undan keyin ham yashardi-yu sotib olgansiz misolda. Undan keyin sizlarlashib ketaveradi. Bola berishi ham anaqa bo'ladi. Pasayib ketadi. Pasayib, gradus pasayib ketaveradi. Demak, 12 yil yashaganni o'zingiz qo'lingizda ko'rgansiz. Lekin 7-8 yilda kuchida bo'ladi, bolani yorib yuboradi. Yorib yuboradi. Bo'ldi. Zo'r bo'ladi. Mana tajribali qo'ychisiz. Sizni qo'lingizda necha yil yashagan qo'y, misol? 13 yil. 13 yil yashagan. Yana yashaverardi, ha? Yashashim mumkin edi. Hoji aka, mana siz chorvani ichida ko'p yurgansiz, chorvador. Bitta qo'y necha yil yashaydi sizning tajribangizda? Bizning tajribada 13 yil yashadi aka. 13 yil qo'lingizda. Ha. Masalan, necha yoshda kuchga kiradi qo'y? Tug'ishi ikkita tuqqandan keyin kuchga kiradi aka. Ikkita 3-chi boladan. 3-4 bolalarni. Xudo xolasa shunaqa kuchga kiradi? Kuchga kiradi. Boringizga shukr. Rahmat. Sog' bo'ling aka. Bozor o'tog'a, bozorimizning eng nuroniysiz. Qo'y necha yil yashagan qo'lingizda? Tajribangiz? Tajriba. Og'zi tishi bo'lsa-ki yashaveradi qo'y. Voy ana 5. Mana siz shu gapingizga 5. Og'zi tishi bo'lsa hazm qilaveradi. Tishi maydalashib, tishi yo'q bo'lib ketsa ham yeb ichib yuraveradi. Uy sharoitida. Ana shu gapingiz kerak, ana. O'zingizda misol necha yil baqqansiz bitta qo'ydi? Bitta qo'ydi Necha yil? 14-15 yil. 14-15 yil baxtingiz. Masalan bir 5-6 yilda qo'y qarib qoladimi yo kuchga kiradimi? Kuchga kiradi. Kuchga kiradi. Ana shunday yaxshi bola beradi. Mashallah, boringizga shukr. Bozor va tog'a eng bozorimizning nuroniysi. Rahmat. Salomat.